Endi nima bo'ladi uka? Meni qamashadi. Men qamalib ketaman. Bo'ldi. Akangni aybini bo'yningga olyapsanmi? Uyimda qayerdagi jinoyatchi yashashni istamayman. Jinoyatchi sizmi yo manmi? Biz bilan dam olgani to'qqa chiqmaysizmi? Bugun ketyapti edik. Bugundan sen ishga kirding. Yalmog'izdan bir paytlar chiroyli qiz bo'lgan deyishadi. To'g'ri aytishgan ekan. Sen xushomad qilishga usta ekansan-a? Rahmat. Shu xaraktering menga juda ham yoqdi. Mani ota-onam oldiga boring. Men necha kundan beri bu kishidan xavotir olib o'tirsam-u, u bo'lsa oilali ekanda. Nima, odamlarning qalbi sizga shunchalik o'yinchoq bo'ldimi? Malika opa, amakim sizni juda ham yaxshi ko'radi. Men yetmasalar ham men buni bilaman.